O maşallah Musaram yana lazım kanal olmoqda. Ko'pchilik mana bu o'yinni bilsa kerak. Mana shu o'yin. Agar bu o'yinni biladiganlar bo'lsa, sizlarga bu o'yinda vertolyot, samolyot, tankni qanday o'g'irlashni o'rgatib o'taman. Birinchi bo'lib bizni o'yin kutib oladi. Biz o'zimiz uyda paydo bo'lamiz. Mana meni qurollarim. Xullas uyda paydo bo'lamiz va bu yerdan borib, bu yerdagi mashinani olishimiz kerak. Hozir mashinani yoniga borib olay. Mana mashinani yoniga kelib oldik. Endi bunga o'tiramiz. Endi bir haydab boramiz. Sizlarga bu videoda samolyot, vertolyot, tankni qanday o'g'irlashni o'rgatib o'taman. Ko'pchilik ular o'g'irlash imkonsiz deb o'ylasa kerak, lekin imkoni bor o'g'irlashni. Men vertolyot ham, samolyot ham, tankni ham o'g'irlab ko'rganman. Lekin juda tez yuradi. Juda tez yuradi tank. O'ta tez bomba otsa bo'ladi. Anaqalar bor. Samolyot esa faqat pulemyot otasizlar. Samolyot endi dabdalasi. Endi qochish kerak, qarachi. Orqamizda politsiyskiy kelyapti. Ey, politsiyskiy, iltimos, tegmang menga. Meni shunaqa shtrafim pravolarim yo'q. Tegmang, meni shtrafim yo'q. Nima bo'la bular hali reklama chiqarib tashlaydi, jonga tegdi. Davay, ochib ko'ramiz keys. Davay, nima cherkan? Faqat bular emas, o'ldirma. Ey, o'ldirishim shu odamni. Qoch yo'ldan men kerakman, obunachilarni ko'rishim kerak. Qochmaydi yo'ldan, tiqilib oladi. Hozir bir marta o'lmasam iloji yo'q shekilli. Qoch! Bitta supurish kerak. Supurgimda. Qoch, qo'lima tengizing urib o'ldiraman. Mana shu pistolet bilan paqqa deb otib bekor otdim bu. Bekor otdim. Endi обязательно namcha sekin chiqadi. Nima bu? Geni super sonikning ko'chirilgan variantimi? Tasha sekin yuradi. Zaybal orqamdan qo'layverib bularga ham. Bo'ldi, endi tashlab qo'ymayman. Bu yerda bitta mashina yo'q bu yerda daji. Mana hadeb bazay keldik. Politsiyskiy bor ekan. O'zlariga qanday helikopter, samolyot, keyin tank o'g'irlashni o'rgatamiz. Birinchi bo'lib tank o'g'irlaymiz, tank. Birinchi bo'lib vertolyot o'g'irlagandan keyin tank o'g'irlash ancha oson bo'ladi. Ham samolyot o'g'irlash ham oson. Bechara mashina qaynab ketdi. Endi uni qaynagan suvga solib, suv yaxshilab alamala qilish kerak, qirich. Mana hozir biz helikopterga yoniga boramiz. Helikopter kim ko'rgan osmonochilarga helikopterda. Faqat mashina o'tsam bo'ladi. Tushib ketma. Tushib qanday chiqaraman? Birinchi bo'lib